Qizni qatli duding. Xorazmli. Fay opalaringni. Yaxshi keldingizlarmi? Kelinglar. Chalmasman-ku. Kiringlar dotda aka. Siz akangiz yaxshimi, opangiz yaxshimi? Nima deyaptilar? Xaloq bo'lsa rotdilar. Rahmat. Meni qizimni oyoq qo'llari chaqqan, o'qimishli, hamma ishlarni aytadi. Даже Google переводчикlar aylanmay qo'yibdi-yu. To'xta, oying bilan gaplashib olmayman. Shu sizlarda qalin puli nechi pul? Men o'zi o'qigan qizman, lekin sizni qiynagim kelmayapti shu. 10,000 dollar. Nihoyatda qimmatsan-ku. 2 ulli to'y. Yo'q, 3 dona. Opa, pul ish qilib uyimni remont qilib ber demaydimi? O'zing sevdi deysan endi. Qizim necha kilosan? 45. 45 kilo oltin berasiz. Voy jallakkamidi dadajon ismlari? Yana bir narsa qolib ketdi. Arqon. Arqon ne kerak? To'y kuni o'zim osishga. Endi nima qilamiz? Xorazmli qizni sanga podarka emas, eplasang sevadi. Pochkamni sotsam yetarmikan?